Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun biz Toshkent davlat agrar universiteti tajriba xo'jaligiga kelgan kivi nihollarimizni ko'rgani keldik. Ko'rib mana sizlarga video lavha tayyorlayapmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana kivilarimiz hosil berib turibdi. Kivi nihollari bu Xitoy davlatidan introduksiya qilingan nihollarimiz 4-5-yilda hosilga kirishni boshladi. Mana hosillar to'p. O'zimizning iqlim sharoitimizda anomal sovuqda -25 darajada ham mana shunday ochiq turdi. Uzumga qaraganda sovuqqa chidamlilik darajasi yuqoriroq. Mana bitta to'p joyda qancha hosil. Bu onalik nihollarimiz. Kivida otaligi bo'ladi. Changlovchi. Bu meva beradi. Hozir changlovchimizni ko'ramiz. Gullari u ham gullaydi. Faqat gullari bu changlanib bo'lgandan keyin, changlatgandan keyin to'kilib ketadi. Mana e'tibor berib qaraymiz. Mashetlarda gullagan, gul bergandi. Mana bu gullar mana changlatib to'kilgan. Yana mana yoqda bitta onalik niholimiz bor. Bu nihol bu yil hosil berishni boshladi. Mevalari yirikroq. Mana hosili kamligi hisobiga onalik bilan otalikni qanday ajratib olamiz degan savollar beryapti ko'pchilik. Gulida birinchi o'rinda. Gul ko'rsatmagan bo'lsa, keyin onalik niholni bo'g'imlari kalta. Meva beradigan uzumda ham masalan kalta bo'g'inda meva bersa, bu ham shunday. Otaligimizda esa sal boshqacha. Bo'g'imlar uzoqroq gullaveradi. Mana bu otalikni gullari changlanib changlantirib to'kilib ketadi. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa videomiz, rahmat e'tiborlaringiz uchun.